Eshitaman, hurmatli boshlovchi. Telefoningizga begona ayoldan SMS kelsa, xotiringizga nima deysiz? O'ylash uchun vaqt ketdi. Nima masala qaytib uyga kirmayman. Esingiz qasbat deganlik nima deb yozganiga ham bog'liqda bu narsani. Menda javob bor. Men o'zim javob beraman. Hurmatli boshlovchi, javob tayyor. Javobni o'zim beraman. Bunaqangi holatlar menda juda ham ko'p bo'lgan. Men bunaqa paytda absolyut xotirimni aldayman. O'zim jinnilikka olaman. Hech kim emas bu, tanimayman deb turib olaman men. Demak, keyingi savol. Ha, javobni aytmaysizmi? Navbatdagi savol Bobur yana sizga. Xo'sh. Kontaktingizdagi skoriy pomosh kim? O'ylash uchun vaqt ketdi. Ani qiz bola, bu ani qiz bola. Qiz bola bo'lsa sekretariy emasmi? Yo'q, men uni qobil santexnik Yo'q, deb saqladim. qo'shmaydi. Mana kunga borgan qizing bo'lishi mumkin. Yo'q, men uni javohir santexnik deb saqladim. Yo'q, biz bilan tog'ga borgan qiz o'shami? Javob tayyor, javobni Ikrom beradi. Hurmatli boshlovchi, skoriy pomosh bu biz bilan tog'ga borgan Boburning telkasi. Biz uni qachon chaqirardik, jo'ra? Tog'larga chiqsak, shu skoriy pomoshga telefon qilib chaqirardik, kelib pomoshni skoriy qilardik. Boburjon. Xotiringizga shu paytgacha necha marotaba xiyonat qilgansiz? To'xtay! Siz nima? Sizga nima? 10 marta, 100 marta xiyonat qilganman. Nima shaxsiy savol beryapsiz? Zakotni normal savol berilardi-ku. Kimsiz siz o'zi? Ajalingman. Sen uyga borgan, burdalab tashlayman, xotin boz. Mana nima ayt? O'char hammang bir ko'rsan.